Yaponiyada Xitoyning diniy ibodat va faoliyatlarini cheklash, bostirishga aloqador 19 nomerli hujjatiga qarshi suhbat yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Xitoyning diniy cheklamalari ayblandi. Markaziy Tibet hukumatining organ torbetida 20 noyabr xabar qilishicha, Tibetning qutqizish to'ri va Yaponiya Tibet sarayi Yaponiyaning Tokiodagi Shinjuku tarixiy muzeyida Xitoy hukumatining 1-sentabrdan tortib ijro qilinishga boshlagan diniy faoliyat, diniy so'rovlarga cheklama qo'yish mazmunidagi 19 nomerli hujjat haqida suhbat yig'ini o'tkazilgan. Suhbat yig'iniga Yaponiya parlament a'zolaridan Mito Subayashi Hirumi, doktor Miyawaki Junko, Yaponiya Uyg'ur jamiyatidan Saud Muhammad va Janubiy Mongoliya qurultiyining bosh kotibi doktor Govrut Arch qatorliqlar qatnashgan hamda so'z qilgan. Yig'inga qatnashuvchi mutaxassislar Xitoy hukumati ishg'ol qilgan rayonlarda ijro qilayotgan diniy faoliyatlarni cheklash va umumyuzlik kontrol qilish maqsadida chiqargan nizomlarni baholagan. Turkiya partiyasining muavin raisi, Türk Dünyası va chet eldagi turklar mas'uli partiyasining Adana parlament a'zosi doktor Ayyuja O'rkashtash xonim 21 noyabr Turkiya parlamentida o'tkazilgan Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Xamchut komitetida qilgan so'zda Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan va hamrohlarga salom bergandan keyin so'zini Sharqi Turkistondagi masalalarni tilga ilish bilan boshladi. O oldi bilan Sharqi Turkistonning marhum rahbarlarini rahmat bilan tilga oldi va Xitoy tarafidan bostirilgan Sharqi Turkistonda qonunsuz qo'lga ilingan Ilhom To'xti qatorliq barliq ziyoli akademiklarga va Xitoy jazo lageridagi barliq Uyg'urlarga salom yo'llayman deb boshladi. O so'zini davomlashtirib, Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda navbatda ijro qilayotgan barliq jinoyatlarni birma-bir sanab o'tdi va bu masalaga boshda Turkiya boshliq butun islom dunyosining va kishilik huquqni da'vo qilayotgan erkin dunyoning ega chiqish kerakligini ta'kidladi hamda bir qator takliflar sundi. Xitoy Uyg'urlarning madaniy yodikorligiga aloqador barliq moddiy buyumlarni vayron qilish bilan birga yasalma yoki burmalangan madaniyat yodikorliklari orqali Uyg'urlarning tarixini Xitoyga bog'lashga urinib kelayotgan bo'lib, 18 noyabr atalmış Şinjan arxeologiyasining 100 yillik nomida ko'rgazma boshlagan. Xitoy xalq to'rining xabarida bu yaqinqi ko'rgazmada ko'ni tosh qurollar davridan Xitoyning Xan, Jin, Suy, Tang sulolasigacha bo'lgan turli madaniyat yodikorliklaridan 180 natisi ko'rgazma qilinganligi, ko'rgazmaning 4 cho'ng qismiga bo'linganligi bildirilgan. Ko'rgazma kelar yili 18 noyabrgacha haqsiz ichib etiladigan bo'lib, ko'rgazma mezgilida yasalma, burmalangan madaniyat yodikorliklari bilan ko'z bo'yash uchun ommaga arxeologiyalik leksiya so'zlash va mutaxassislar maxsus millatlarning aloqalashish, almashtirish, yo'g'irlash, bir gavda bo'lishdek taraqqiyot musofasini so'zlash orqali atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, razil planini tushundirish qatorliq faoliyatlar o'tkaziladi ekan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoyning shimolida bolalar orasida tarqalgan noma'lum o'pka yolliqi to'g'risida texmi ko'p uchur talab qildi. Hukumat taratqulardan boshqa axborot vositalaridagi xabarlarga qaraganda, Xitoyning ba'zi joylaridagi bolalar doktorxonalari kasal bolalar bilan liq to'lgan. Xitoy doiralari bo'lsa, tarqalishchan zukamga o'xshash kasalliklarning ko'payishini Covid tadbirlarining amaldan qoldirilishi bilan bog'lagan. Xitoyning Xifey shaharlik hukumati 22 noyabr bayonot e'lon qilib, Volkswagen shirkatining butunlay ig'dorchiligi batareya ishlab chiqarish aslahalarining Anxoy o'lkasining markazi Xifey shaharida tijorat boshlaganligini e'lon qildi. Xabarda batareya o'ralmasi ishlab chiqarish zavodiga silingan umumiy mablag'ning taxminan 280 million 100 ming dollar ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan. Angliya Tashqi ishlar ministri David Cameron G'arbiy Yerusalimda Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishdi. Benyamin Netanyahu Isroillik mahbuslarning
pat arada Falastin guruhlari bilan bo'lgan mahbuslar almashtirish doirasida G'azzadan chiqarib etilishini umid qiladiganligini, ammo bu jihatda nurg'un qiyinchiliklarning borligini aytdi.